Merhaba, bugün öğretmen dersimiz Present Continuous mavzusu. Bu mavzu hozirgi davomli zamon degan ma'noni anglatadi. Demak, Present Continuous. Present Continuous şekli subject plus direct şekli subject plus to be. Yani bu am is are. Am is are sen düşünürsen am is are plus verb ing. Verb ing degani şu fe'l bo'lsa turadi yoki o'ynaydi fe'llar bo'lsa ing qo'shiladi. Ing yapti degan ma'noni bildiradi. Info şekli. Info. Subject plus English again'de not qo'shiladi. Yana shakl verb ing bo'ladi. Ana so'roq shakli. So'roq shakli is are ko'makchi fe'l doim oldinga chiqadi. Bu har doim bor is are. Bunda yaxshilab bu is are plus subject plus verb ing. So'roq bo'ladi. Qanday bitadi? Demak, biz continuous o'tamiz, lekin continuousda har doim ing qo'shimchasi bo'ladi. Continuous hech qachon ing shaklisiz bo'lmaydi. Demak, bu degani qaysi continuousni ko'rishlaringizdan qat'iy nazar doim ing bo'ladi. Bu ing har doim forever hisoblanadi. Demak, bugun sizlarga men continuous o'tyapman, xayollaringizni joylariga qo'yasizlar. Bu degani sizlar hech qayerga qaramay mavzuni tinglaysizlar. Men bu mavzuni sizlarga tushuntiraman va sizlar haqiqatdan ham to'g'ri olasizlar, to'g'ri qabul qilasizlar degan umiddaman. Xo'sh, bu mavzu yapti degan ma'noni bildirsa, ular o'tiryapti, qilyapti, ular qilyapti degan ma'noni bildiradi. Endi bittadan o'zim gap aytaman, keyin sizlarga gap aytiraman. Yozingizlar? Yozingizlar? Uchkalar qo'yinglar, o'qiymiz. Ular uyga asbolarni qilishyapti. Bu yerda darak shakl va darak shaklda subject plus is are plus verb ing. Bu yerda subject ular they are. They'ga doim qo'yiladi. They are doing. Do bu yerda nima? Fe'l. Fe'lga ing qo'shilyapti. They are doing. Hayır. Gapni yozaman, jondan yozaman. Darak shakl, subject bu yerda they. They are doing their homework. Are doimida shakl hech qaysi zamon shakldan chiqib ketmaydi. Sizlar eslaringizda tutinglar shuni. Shaklga qo'yib har doim aytishlaringiz kerak. Xato bo'ldimi, shakldan chiqdimi, doim gap xato bo'ladi. Demak, they are doing shakldan chiqmadi, hech nima shakldan chiqmadi. Shunchaki to'ldiruvchi qo'shildi. Their homework. Uyga asfalar, ularning uyga asfalar degan ma'noni bildiradi. Bu to'ldiruvchi. They are doing their homework. Demak, hammasi shaklda, hammasi joyida, gap xato bo'lgani yo'q. Tushundingizlar? Endi info shakl. U bog'da ishlamayapti. Uni she isn't working in the garden. Shakldan chiqmadi, to'g'rimi? Shakldan hech narsa chiqqani yo'q. Hech qachon chiqmaydi. Demak, bu degani sizlar qaysi
hech narsa shakildan chiqmadi. Sizlar ham shunday qilishlaringiz shart. Yo'qsa xato hisoblanadi. Tushundingizlar? Keyingi gap, so'roq gap. Is he reading book? U kitob o'qiyaptimi? Beda so'roq shaklida emsa o'rniga chiqqan. Is he reading book? Va oxirida so'roq qo'yiladi. U kitob o'qiyaptimi? So'roq qo'yilmasa ham xato bo'ladi. Ha? Agar testda shunday kelsa, so'roq qo'yilmasa agar sizlar qayerdan bilasizlar? U darak gapmi, so'roq gapmi, inkormi sizlar bilmaysizlar. Shuning uchun har doim so'roq qo'yish shart. Tushundingizlar? Endi buni signallari ham mavjud. Signallari oddiy signallar va ishora buyruq signallari bor. Signallar. Yozib yursangiz mayli. Yozinglar, kim tushuntiraman. Now, today, at present, right now, look, people, ishora buyruqlar alohida. Signal, right now, it's a moment. It's a moment. Hozircha shular. Nowadays, ular ham working regularly. Menimcha bu mavzu bilan sizlar tanishgansizlar oldin. Bu mavzu sizlarga ba'zilaringizga tanish. Chunki bu unchalik ham qiyin emas, o'rganish oddiy. Yozib bersam, endi yashirin signallari, bu degani ishora buyruqlari. Ishora buyruqlari yo'q. Don't talk. Don't talk. Don't make noise. Don't make noise. Listen. Shular kiradi. Keyin yana bu bilan birgalikda bular hammasini ko'ryapsizlar, buyruq ma'nosida kelyapti. Buyruq qilyapti. Qara yoki gapirma, shovqin qilma, eshit, jim degan ma'nolarni bildiradi. Bulardan keyin continuous keladi. Va bulardan keyin gap keladimi? Bularning o'zi keladimi? Faqat continuousda keladi. Tushundingizlar? Continuousda keyin signallari shu birorta gapda shu signallar bo'ldimi, u gapda doim continuous bo'ladi. Continuous shunisi bilan ajralib turadiki, qaysi zamon, qaysi shaklda bo'lmasin, faqat ing qo'shiladi. Ing'si bor. Now bormi, today bormi, qaysi gapda bo'lishidan qat'iy nazar continuous bo'ladi. Endi har bittadan gap aytasizlar. Endi Azizjon, senga gap o'zbekchasini aytaman, inglizchasini aytasan. U xonada uxlayapti. He is sleeping in the bed. Xonada. Keyin qo'shib senga gap. John o'yinchoqlari bilan o'ynayapti. John o'g'il bola. Playing. Ayinchi bor-ku. Shakldan chiqmaydi. John playing Hmm. toys. With his
toys. U o'yinchoqlar bilan o'ynayapti. Xo'sh, keyingi gap Muhammad. Biz rasmlarni bo'yayapmiz. Bo'yayapmiz painting bilan bo'ladi. We are painting pictures. Keyingisi Tanya. U uyga vazifasini qilyapti. She is doing your homework. U she is. Keyingisi Xadija. Ular gitara chalishayapti. Chalyapti qaysi fe'l bilan bo'ladi? Fe'l. Play bilan bo'ladi. Playing bo'ladi. Ular gitara chalishayapti. They are playing guitar. Endi bilishsiz gap. Shaklni bilasizlar. Ular biz haqimizda gapirishmayapti. Ular biz haqimizda gapirishmayapti. They are Not. they aren't Gapirmoq. speaking Speaking about this us. Biz haqimizda about us bo'ladi. Keyingisi u dengizda suzmayapti. She isn't. She isn't swimming In the sea. Yoki ocean. Dengiz sea bilan qoladi. Xo'sh, keyingisi u o'yinchoqlarni o'ynamayapti. she isn't playing toys. Keyingisi biz televizor tomosha qilmayapmiz. We are watching TV. Biz futbol o'ynamayapmiz. We aren't playing. So'roq gapga endi. U musiqa eshityaptimi, Aziz? U musiqa eshityaptimi? Is he listening to Music. Keyingisi u oilasi haqida yozyaptimi? Is she Writing with good. Sen ko'p ayinchini qo'yishda o'xshayapsan. Qarang, shaklda doim ayinchi bor, qara. Bitta ayinchi bor. Fe'lni ayinchini qo'yish continuous chunki. Qo'yish ayinchi. Qoldirib ketma. Continuous ayinchisiz bo'lmaydi. Keyingisi ular basketbol o'ynayaptimi? Are they playing basketball? Playing basketball. Ular uydan ketyaptimi? Are they Ketyaptimi? Ketmoqda? living? Are they living home? Ulardan gapku, уже ularnikimi? Ularni nimasiga qo'ydi? Olmushmi? Zeyr. U avtobusni kutyaptimi? Is she kutmoqmi? Wait. Ayinchi. Qanday shakl yo'q? Is she waiting bus? Is she waiting bus? Keyingisi signallar bilan aytamiz endi. Signallar bilan ozgina tushunarliroq bo'ladi sizlarga. Aziz San'at, ular hozir o'yin o'ynashyapti. Nega signalmi? Tushunarli bo'ladi. Hozirda. They are playing football now. Oddiy geyimni aytsam bo'ladi. Xo'sh, endi qo'shimchanga ular ayni paytda musiqa tinglashyapti. They are To'xta, signal bilanmi? Ayni paytda. It's a moment. Tarjimasini bilmaysan signalni? Yozingdan aytaman. Now hozirda ustiga yozib qo'ysangiz ham bo'ladimi? Now hozirda
Today, bugün. At present, aynı payda. Uzatma. Present, aynı payda. Right now, hozirgina. Right now, hozirgina. It's the moment and like that. It's the moment and like that. Let's do this now. It's the moment and like that. Şimdi söylemedim. Ular aynı payda bu sefer eşya yapıyor. They are at the moment Yok. It's the moment after the they are listening music at the moment. Muhammed Emsen'de ular tishlarni hali ham yuvishyapti. Stil hali ham bo'ladi. Bu ham qancha keladi. O'zinglar stil. Hali ham Молодец, shukurlarda, paytda, hozirgi kunlar. Stil, молодец. Stil, молодец. O'zbekiston biraz qo'yinglar. Muhammad Sangaga ular hali ham tishlarini yuvishyapti. They are brushes. Bu stil nimasi, signali nimadan, tubidan keyin, so'zdan oldin keladi. Shu stilni tubidan keyin qo'yamiz. Tubi bu yerda they are ku adan keyin sразу stilni qo'yasan, keyin qo'ymaysan. Are still they. O yo'q. Tanaffus they are Still brush your teeth. brushing. Tanjisi shakli qat? Brushing your teeth. Still nowadays. Hozir bir sen bitta shaklini hatto aytding. His emas, zehir bo'ladi. Tishlarini ku zehir olmuş bo'ladi. Endi tanasanga John ayni paytda kitob o'qiyapti. John is reading a book. To'g'ri. Ikkinchisi biz hozir kofe ichyapmiz. We are drinking coffee now. To'g'ri. We are drinking coffee now. Endi ishora buyruqlariga aytamiz. Qarab kelyapti azizjon. Qarab kelyapti. Look, he is coming. To'g'ri. Eslardan chiqolmaydi, tanishni ancha shaklini xato bo'ladi. Ikkinchisi menga xalaqit bermagan kitob o'qiyapman. Xalaqit bermang. Disturb bo'ladi. Don't disturb me. Don't disturb me. I am reading book. I'm reading book. Ikkinchisi Muhammad sanga shovqin qilma, bola uxlayapti. Don't talk. Yo'q, shovqin Be qilma. quiet. Don't be quiet. Don't make noise bo'lsa, shovqin qilma bo'ladi. Be quiet bo'lsa tinch o'tiradi. Don't Make noise. Don't make noise. Be quiet. Hay, bola uxlayotgan. Bola uxlayapti. Don't make noise. Don't make noise. Don't make noise. Noise. Don't make noise. Noise. Don't make noise. Be quiet. They
sleeping. Qara, bittasidan aytib, don't make noise deding. Yana be quiet nimaga kerak? Be quiet boshqa gapda ishlatasan. Don't make noise, the baby is sleeping. Don't make noise. The baby is sleeping. Baby is sleeping. To'g'ri. Keyingisi. Ular imtihonga tayyorlanishyapti. Tayyorlanib bo'lsam, prepare. Tayyorlanyapti desa nima bo'ladi? Preparing bo'ladi. They are preparing For exams. imtihonlar. Imtihonlar uchun tayyorlanyapti. Qaytadan gapini. They are preparing for Exams. Baravar aytinglar, eshitmayman. Keyingisi. Iltimos gapirishdan to'xta. Biz kitob o'qiyapmiz. Don't talk. Please don't talk. Biz kitob o'qiyapmiz. We are reading. Sen ham tashlab ketasan. Tashlab ketmayman. Ancha o'ta muhim kontekstda. Xo'sh, endi kontekstni tushundingizlar. Simplni ham nima qildik? Mustahkamladik. Endi men sizlarga test tahlil qilganman. Endi bu test yanada mustahkamlash uchun test yechamiz. Bittadan ko'ring. Bitta xolos. Bittalar yozmayman. Tanya qachon test. Arkasiga ismingizni yozasiz. Sizlar 5 minut vaqt 5 minut ichida boshlaysiz testni. Qiyin emas, shu kontekst bilan simple. Adashmaysizlar degan umiddaman. Eng yaxshi yechgan va to'g'ri bajargan o'quvchiga sovg'a bor. Shu uchun iltimos to'g'ri yechinglar. O'rganmoq. Bilmoq. Manimcha sizlar long form, short form bilan tushunchalaringiz bor bu haqida. Oldindan sizlarga maslahatim, mavzu o'tilmasdan bajarmanglar. Xurshid bir ikkitasini bajarib qo'yibdi, hammali. Tushungan bo'lsangiz hammadan yaxshi, lekin sizlarga maslahatim boshqa mavzularni oldindan bajarmanglar. Keyin endi birinchi mashqqa qaranglar, bera qo'shimcha qo'shish kerak bo'lsa. Hamma qarada read. Beda reading bo'lgan. Endi swim nima bo'ladi? Swimming. Beda o'zgarish nima bo'ladi? Ikkita bo'ladi. Bu degani boshqa istisnosi ham bor ekan. ING-ga nisbatan. Istisnosi bu swimming shunga o'xshash fe'llar bo'ladi. Sizlarga o'z ko'rsataman. Swim o'zgaradi swimmingga. Shunga o'xshash futbol, putting bo'ladi. Putting. Keyin run bor. Shunga o'xshash fe'llardan yana kim biladi? Stop. To'g'ri. Ozgina bo'lsa ham tushunchaga ega ekansizlar, lekin buni mukammal qilishda mashqni yechamiz. Swimmingga nima
ekan. Davom ettiramiz mashqni. Swimming, swimming, jumping, sitting, walking, stop. Keyin mashq qilamiz. ing in the group. Yana shu shakl ingni qo'shamiz. Birinchisini ayt Aziz. Birinchi so'zni ekan, making o'zgaradi. Demak, bu yerda o'zgarish tushib qolibdi. Lekin bunga istisno sifatida C bo'ladi. C'da bitta tushib qolmaydi. Nabrot o'sha C'ni shunchaki qo'shiladi tamom. Ko'ryapsizlar, kitoblaringizda yozib qo'ygan. Xo'sh, endi davom ettiramiz. Keyingi qo'shilay. Take. Close. Tanya. Having. Agree. Agree. Keyingi ham shunday. Ing qo'shamiz. Qo'shib ketadi. Yetishmaydi, shunchaki qo'shib ketadi. Keyingi ayt Aziz. Paying o'zgaradi. To'liq. Qo'shib. Dry. Cry. Say. Try. To'g'ri. Menimcha mavzuni tushunsizlar, qo'shimchalarni qo'shishni o'rgansizlar. Yana takror aytaman, hech qachon kontekst mavzusida nima signallar keladimi, boshqa keladimi, hech qachon tushunmanglar. Tezdan eshitib, endi sizlarga 5-mashq mustaqil ish bo'ladi. Mustaqil bajarganlaringizdan keyin yana birga ko'rasiz. Mana shu bajarib, mavzuga chiqsangiz. Buni yopib qo'ying. She is dedi. Keyingisini aytadi. Aziz. Onu şöyle. 2. Is he reading? Yes, he is. 2 tane koyayım. Is it fine? No, it isn't. Koşu. Are the boys playing ball? Yes, they are. Is she swimming? No, she isn't. Is he driving a car? No, he isn't. Are the birds singing? Yes, they are. Are the monkeys eating? No, they aren't. Is the man sitting? Yes, he is. Are they dancing? Yes, they are. Is she watching TV? No, she isn't. Is he skateboarding? No, he isn't. Look at the pictures and write as in example. Right, that's right. This is the command. Telaffuzda xato qilmang. Demak, birinchisidan bitmaydigan yerda long form, short formga qo'yish kerak ekan. Long formda the girl is playing tennis. Short formda she is. Shunchaki qisqartiramiz. The boy is kicking the ball. She is kicking the ball. The girl is dancing. They are dancing. They take on the phone. She is playing. Take on the phone qo'yilgan. Talking bo'ladi. The girl is talking. Shakilga qarab tushunadimi? Ish qiz bola she is talking on the phone. Kimsida she shunchaki apostrophe is qo'yiladi. She is talking on the phone. O'zinglar she is talking on the phone. It is jumping over the fence. It apostrophe jumping. It's
It's jumping over the fence. Okay. The men are working in the garden. They are working in the garden. Right question as in the table. Questions as in the example. Ma'lumotli savollarni yozing debdi. Demak, bunda qaysi shaklni ishlatamiz? So'roq shaklida M is a plus subject plus verb ing shaklini ishlatamiz. Qaranglar, is the boy watching TV? Are the women talking in the kitchen? Qolganlaringizda shoshiltirmachilar. Are the women talking in the kitchen? And I'm doing my homework. Nereye gittik o? Istoriya. Oğlum çünkü bir şey yok. Sleeping. Sleeping qo'yinglar. Historia sleeping. Are the girls riding bicycles? Aziz o'qishardilar. Ask question as in example. Ask questions as in the example. To'xta. O'zbekistonga. Mavzudan yana bo'ldi savollar ko'p. Tushunmagan joylaringiz. Tushunmasangiz so'ranglar, chunki so'rash kerak. O'rgatish uchun ham. Eating an orange. Yes, I am eating an orange. Are they dancing? Yes, they are dancing. Are they dancing? Sünneti başka. Are they doing their? To'xta. Ko'z bo'ling. Are they doing their homework? Yes. Yes, they are doing homework. Their homework. Keyin so'radi. Qani? Is father reading a book? Yes, father is reading a book. Is he watching TV? Yes, he is watching. Correct. This is watching TV. Write negative sentence as in example. Namunadagi qilib yozing debdi. Ko'p shaklda. Birinchisi Bob is reading a comic. He isn't reading a book. The boys are playing with the dog. They aren't playing with the dog. He isn't very fat. Pet isn't. Pet. And fat isn't very fat. Neyse. The teacher is talking to Mary's Crystal. He isn't talking to Mary Crystal. Mrs. Crystal. Notdan beradi. Kimsalar namlik qilish Hatice nima? Taniyapman. The men are riding horses. The men aren't riding bicycles.
Riding. Riding bicycles. The girl is eating an apple. The girl isn't eating a banana. Uyga beraman. Hozir demasliklarni chaqamiz. Bizga yurishimiz sizlar bittadan tortib o'zbekchadan inglizchaga o'girasizlar gaplarni. Bizga yurishimiz lozim. İngilizce'de, İngilizce'de biraz İngilizce tanıyacak. Bir de ders olması var. Ama yeterli ki. Dersini kaldı. İki mertebe çıksaydım. Yok da Özbekçesine ki İngilizce'ye burası. Bolalar boğda oynaşı yaptırlar. Bu kaç şeyler buladı? Marcus, are the boys playing? Are the boys playing the ball in the garden? Yok, Kings class. Men va akam kofe ichyapmiz. Men va akam kofe ichyapmiz. I and my brother drinking coffee. Hatırlıyorum, şekilde kadar. I and my brother are drinking coffee. Doğru. Kapatmasıklara katılımda. Ular bog'da ishlayaptimi? Qaysi shaklda? Mango? So'rab. Ha, Are they working in the garden? Doğru. Are they working in the garden? O xonani tozalayaptimi? She is tozalayaptimi? Is she Cleaning zero. Kimse kaçacak. Bu gapyaptimi? Is he Talking. Doğru. Herkese istersen çıkılmaya. Bugünkü dersimiz Kings'ken Hamaç'ı ziyareti var. Hamas'ın başlamamız. Translate Özbek English bir hayvanlar bog'da bormayapmiz. Hayvanot bog'iga Bormayapmiz. We aren't go to zoo. Hatto bildi. Shaklga qarab bitta. Subject We aren't. We are not going to the zoo. Doğru. Endi doğru bildi. Demak, hozir nima qilib ketsa? Ayıcı. Ne qo'shish kerak? Ketsa qanchacha? Biz gitara çalmayapmiz. Biz gitara chalyapmiz. Demak, We bu aren't yerda playing the guitar. Doğru. We aren't playing the guitar. Şaşkınlar.
Ularni televizor tomosha qilyapti. Ular. Ular televizor tomosha qilishyapti. They are watching TV. To'g'ri. They are watching TV. Ikkinchisi. Qarachi, bitta qoldi. Yomg'ir yog'yaptimi? Yog'yaptimi? Is it raining? Tamam. Is it raining? Yog'yaptimi? To'g'ri. Endi mashqqa qaraymiz. Qaysi mashqqa qo'ydik? Birinchi mashq. Birinchisi o'qiyman. Mr. Green is sleeping. Qaraymiz rasmga. Rasmda nima degan? Rasmda gazeta o'qiyapti. Demak, bu Mrs. Green isn't sleeping. U uxlamayapti, gazeta o'qiyapti. He is reading a newspaper. Ikkinchisi. Mrs. Green is swimming. Mrs. Green isn't swimming. She is listening to the radio. And grandmother To'xta. Sergimiz kutaylik. She is listening radio. Yozib beringlar. Ikkinchisini o'quvchi. grandmother is singing. Grandmother isn't singing. And she is drinking tea. Drinking tea. Ikkinchisi. Grandfather is To'xta. Yozib bersin. Muhammad sen yozganmiz? Grandfather is eating. He isn't eating. U yemayapti birinchi. He isn't eating. U nima qilyapti? uxlayapti. He is sleeping. To'g'ri. Ikkinchisi. Qani? James is washing dishes. James isn't washing the dishes. He is watering the flowers. The ducks aren't running. The ducks are swimming. The ducks are swimming. The cat is drinking milk. The cat isn't drinking milk. It is climbing. Climbing the tree. Karen is reading a book. Karen isn't reading a book. She is cleaning the windows. Children are driving. Rowing. They are toys playing toys. İkincisi Uber. Look at the picture and put the groups into the present continuous. Demek ki de resimler yaparak Ben şekillendiriyorum. Birlikte koyarız. Daha geçelim. Az bir sınıfı. Repeat the chair. İki yapar mısın? Grandfather reading a newspaper. Şekil yaparak kapatıyoruz. Is reading Is reading a newspaper. Joy is going to school. Sally is eating breakfast. Mary First is watching TV. Mrs. West is talking. Mrs. Joy is doing his homework. Sally is playing with her toys. Mr. and Mrs. West are sitting in the sun. Joe and Catherine are playing football. Grandfather is listening to the radio. Grandmother is cutting cornflowers.
Sally. Sally is Drawing. Sally is drawing a picture. Now look at the pictures again and answer questions. Then write sentences into example. Example. Qaysi o'qining oxirini? What Ömürni? Hayır, 13 bilan 4 üyəsilə bilsin. Belirləyib qoyunlar üyəsi. 12. Progress check. Yo'q, to'xtanglar. Bu yo'qdan progress check. Qara 4 ta gap bor o'zi. Azizjon 11-marshdagi birinchi rasm bor. 4 ta gap senga yodlashga. 4 qolgan 4 ta senga Xurshid, 14 ta Muhammadga. Nasıl bet ochinglar? 100 ta sizlarga beraman. Yettinchi marsdan 4 ta Taniyaga. Tushuningmi? Ikkinchi bu yashilchaga, bunisi Azizga, Muhammadga. 7-chi marshdagi 4 tasi Taniyaga yodlashga. 8-chi marshdagi bitta gapni yodlasang bo'ldi. Qancha? Yo'q, hayır, yo'q. Nima Kitabini ikkitasini İkisini yodlamayacak. 5 ta, 4 ta. Nima bor-ku? 5 ta. 4 tasini yodla. 5 ta bo'lsa 4 tasini yodla. Qancha sen 8ga yozdik-ku. So'rovni yodlaysan faqat. 4 tasini. So'rovni. 13'lar 4 kiyimga sabırlar bacarışga. Progress check. Menimcha progress checkni kiyimlasizlar. Progress checkdan oddiy ekan, har bir bilan keyin ham